Ba'zi bir kelinlar turmush o'rtog'iga qaynona qaynotalarini va turmush o'rtoqlarini, qarindoshlarini yomonlashni boshlashadi va bu ma'lum vaqtda turmush o'rtog'i ularning tarafini olib o'zlarining oilasi bilan janjallashishiga olib keladi. Lekin bu juda ham uzoqqa cho'zilmaydi, ya'ni vaqt o'tgan sari yarim yil yoki 1 yildan keyin turmush o'rtoqlari bilan o'zlarining munosabatlari yomonlashishiga va turmush o'rtoqlarining oilasidagilar bilan ham yuz ko'rmaslik holatiga olib keladi va hattoki bu vaziyat ajrim holatlariga ham sabab bo'lyapti. Hozirgi kunda har bir kelin turmush qurgandan keyin javobgarlikni 100% o'ziga olish kerak va qaynona, qaynotasi va turmush o'rtog'ini oilasidagilarni sevishni boshlash kerak. U oilani o'zini oilasi deb qabul qilishi va u oiladagi har bir shaxs bilan alohida munosabat o'rnatishni boshlash kerak. Borliqda shunaqa qonunlar borki, kimnidir yomon ko'rsatsangiz, aslida siz o'zingiz shu holatga tushib, shu holatni his qilishingizga to'g'ri keladi. Agar siz munosabatlarni to'g'rilay olmayap turgan bo'lsangiz, o'zingizni ustingizda ishlashingiz, ong bilan ong osti programmalar bilan ishlashingiz, hech yo'q bo'lmasa psixologiyaga oid kitoblarni o'qishingiz kerak bo'ladi. Yoki ma'lum bir praktika va qurollarni, texnikalarni bajarsangiz ham oila a'zolar bilan munosabatingiz yaxshilanadi. Hech qachon turmush o'rtog'ingizga uni oilasi haqida yomon so'zlarni so'zlamang va u oilani o'zingizni oilangiz deb biling. Sizga mana shunday texnika qiziq bo'lsa, oila so'zini kommentariy orqali yozib yuboring va men turmush o'rtog'ingizni oilasidagilar bilan munosabatingizni yaxshilash uchun texnika yuboraman.